Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan Real Jigit kanalidamiz. Bugun ishi ko'rib turgan uylaringizni bugun sizlarga reklama etib beraman. Sotiladi ekan. Bahosini eshitsangizlar prosta wow demaydi iloji bo'lmaydi. Chunki ko'rib turibsizlar, bu yerni Yevro remont etishgan. Eng qiziqi bu yerni pastidan xuddi shunday uy, lekin korobka sotiladi ekan. Bu yerni bahosi 68 ming, 70 ming aytib turibdi. Bu yerni bahosi Verakaranda namnoga arzonroq, lekin bahosini oxirida aytaman. Birinchi sizlarni uy bilan tanishtirib o'taman. Tak, bir uyni zali. Sizlere bir narsani ayting oldindan. Uyni zalidan, kuxnyasidan, spalnisidan panoramli vid bor. Ko'chani chiroyli manzarasini ko'rib turadi. Yana ko'rishingiz mumkin bu yerni panoramlisini. Вот. Aytganing? Yana. Вот. И bu yerda ko'rib turganlaringiz balkon bor. Balkon ham такой необычный вид. Bir katta. Shunda bir dana stol kursi qo'yib berasizdan, hazatib o'tirib, nodid azam bilan choy pityatib bersangizlar bo'ladi. Такой mini, ya bir biznes suhbatlar shunda ketadi, вообще мощный bo'ladi. Bir chayna house, ko'rib turganlaringiz parkovka deysizlarmi, bolalarning detskiy plashatkasi, bog'cha, hamma narsa bor. Xullas, hamma qulayliklari ega. Videoni uzmasdan tushuntirishga harakat etamiz. Qizim qatishdir. Tak. Xullas, yaxshi, kelamiz. Endi sizlarga bir ikki xona aslında, lekin banında yana ko'rib tursa katta пространство bor. Bedasizlar detskiy komutatsiyangizlar bo'ladi, ya bo'lmasa, nodid ofis etib qo'ysangiz bo'ladi. Xullas, o'zlaringizning xohishlaringiz bor. Endi aslında sanuzulni ko'rsatamiz и kuxnyani ko'rsatamiz, spalnyani ko'rsatamiz. Koridorni ko'rib tursa, alohida boshqacha mehr berib qo'ydilar, dizaynlar, svetlarni yoqib. Sanuzulni ko'rsataman. Tak, sanuzga kiradigan bo'lsak, bizning shunday chiroyli, nodidi, zamonaviy sanuzul kutib oladi. Такой, men shuni ko'rsatib bering. Nodidi, смеситель черный цветта, необычный, и банда раковина черный цветта, банда siz унитазам yana такой необычный. Вот. Na. Xullas sanuzuldan chiqamiz, banda giraverish uydan. Uyni aytib o'tdim, 72 kvadrat. Tak. Imniyatni qo'ysangiz yana такой boshqacha bo'lib turadi. Imniyat svetni yoqib beramiz keyin. Вот. Aytib o'tganimdek, bu yerdan panoramli vid yana, okno. Ko'rib turibsizlar. Polностью ko'chani chiroyli manzarasi, quyoshning botishi, quyoshning chiqishi ko'rsatib turadi. И bu gazlar ham yoqilmagan даже. Shuni yoqsangiz yana yonib turibdi. Вот. Banda yana svetlarni ham yoqib qo'ysangiz bo'ladi. Дальше. Kuxnyadan mo'ka bor. И bu yerda даже stol kursilargacha hamma narsani tashkillashtirib qo'yganlar. Tak, endi sizlarga spalnyani ko'rsatib o'taman. Spalniga giramiz. Spalnidan xullas hamma narsa tayyor. Bera prosta kiyimlaringizni, spalnilaringizni akkab turib joylashtirasizlar, bo'ldi. Uy tayyor. Oynalari, dislamina, senka, hamma narsasi tayyor. Bu yerdan ko'rib turganlaringizni panoramli vid ko'chaga. Bundan artık ne o gerek? Endi eng ajoyib yerine geldi, ya'ni narxi. Bu uyga 73 ming dollar aytib turibdilar. Brat, bilaman, pulinglab qo'ysiz, qachon bo'lsam Toshkentdan uy olaman deb, ina ayni vaqti описаниеda hamma ma'lumotni qoldiraman. Bu uy nerede joylashgan, necha xona, hamma ma'lumotni pastda qoldiraman. Eng qizig'i, bu uyda hech qanday makler yo'q. Primoy mana apkam bilan bog'lanasizlar. Bu o'zlarimiz apkamizniki. Shunday uylarni niyat etib yurgan bo'lsangizlar, bir dana like bosinglar. Kimga shunday uylarni ravo ko'radingizlar, shunday yaqillaringizga yuborib qo'yinglar. Geshda o'zlaringiz uylaringizda o'tirib shunday deb ko'chaga qarab kofe ichib o'tirish hammamizga nasib etsin. Podpisani bosib qo'yinglar. Hali qiziqarli kontentlar oldinda. Mirnomaga. Bo'pti, chiroylatib xo'shashamiz bo'lmasa, podpisga bosib qo'yish, lekin yoddan chiqmasa, hali qiziqarli kontentlar oldimizda. Sizlar bilan Real Jigit.